Bugun biz yangilangan Chevrolet Cobalt 2026 modeli haqida qisqa va lo'nda sharh qilamiz. Cobalt nomi ilk bor 2004 yilda global bozorda paydo bo'lgan va vaqt o'tishi bilan ishonchli hamda tejamkor sedan sifatida tanildi. 2026 yilgi avlod esa yanada zamonaviy dizayn va kuchli texnologiyalar bilan qaytdi. Tashqi ko'rinishida keskin chiziqlar, yangilangan radiator panjarasi va LED faralar unga sportiv va zamonaviy ruh beradi. Salon esa keng, qulay va minimalistik uslubda ishlangan. Markazda katta sensorli displey, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlovi mavjud. Shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan, o'rindiqlar esa uzoq safarlar uchun qulay. Texnik jihatdan 1.5 litrli benzin dvigateli taxminan 105-110 ot kuchi atrofida quvvat beradi va avtomat uzatma bilan birga ishlaydi. Mashina shaharda tejamkor, yoqilg'i sarfi o'rtacha 6.5-7 litr atrofida. Raqobatchilar sifatida Toyota Corolla, Honda Civic va Hyundai Elantra'ni aytish mumkin. Ular texnologiya va brend obrazida kuchli bo'lsa-da, Cobalt narx bo'yicha ustun. 2026 modelining taxminiy narxi $14-18 ming oraligida bo'lishi kutilmoqda.